Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun inkor qilish psixikasi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinglar bu leksiyaning tafsilotida bo'lsin. İnkar qilish mudofaa mexanizmining bir qismi bo'lib, u kishilarning obyektiv paket yoki reallikni rad qilishi yoki e'tirof qilmaslikni ko'z tutadi. İnkar qilish kishilarni rahatsizlik, bearomlik, tashvishlanish va qo'rqishdan saqlash uchun xizmat qiladigan inkosdir. İnkar qilish bir insonning yuzlanishi yoki qabul qilishi tas bo'lgan haqiqatlarni o'z ichiga oladi. İnsanlarning qabul qilishi tas bo'lgan hodisalarga yo'liqqan dastlabki mazgilidagi qisqa muddatlik inkor qilishi insonlarning azobliq yoki besim paydo qiladigan reallik ustidan g'olib kelishda aktiv rol o'ynaydigan va keyingi hayotida ma'lum o'zgarishlar paydo qilishning oldingi sharti bo'lishi mumkin. Bu inkor qilishningki ijobiy ahamiyati. Agar inkor qilish uzun muddat izchil davom qilsa va insonlarning to'g'ri harakat qilishiga to'sqinlik qilsa, u holda inkor qilish benormallik bo'lib, ko'plagan ziyonlarni elib kelishi mumkin. Bugungi bu leksiyada men asosliqi inkor qilishningki salbiy ta'sirlari to'g'risida to'xtalaman. İnkar qilishning maqsadi va sabablari, ya'ni insonlar nima uchun inkor qildi degan vaqtida birinchisi ma'lum ideologiya va e'tiqod sababidan inkor qilishi mumkin. Ikkinchisi shaxsiy ehtiyoj, ya'ni qabul qilish tas bo'lgan reallikdan o'zini qochirish, ularni unutish va ularning o'zini rahatsız qilishiga o'zida jiddiylashish, andish qilish va qo'rqish paydo qilishga yo'l qo'ymaslik uchun inkor qilish. Uchinchisi shaxsiy manfaat, ya'ni siyosiy muddo va iqtisodiy foyda manfaat uchun inkor qilish. To'rtinchisi o'z mas'uliyati va jinoyatidan qochish va yoki mas'uliyati jinoyatini boshqalarga do'ngash uchun inkor qilish. Beshinchisi nodonlik va bilimsizlik sababidan inkor qilish. Mana bular insonlarningki inkor qilishdagi muddaosi va sabablari. Albatta, uningdan boshqa har xil sabablar bo'lishi mumkin. Bu men izlangan materiallarga asosan yakunlab chiqargan asosliq sabablar. İnkar qilishning o'xshamagan turlari va ifodalari, ya'ni inkor qilishning qandaq konkret o'xshamagan turlari va ifodalari bor degan vaqtida men ularni tövəndəki bir necha tarafga yakunlab chiqdim. Birinchisi o'zini rahatsız qiladigan yoki o'ziga ziyon elib keladigan fakt va reallikni inkor qilish. Ikkinchisi ishongisi kelmagan yoki ishonishni xohlamaydigan fakt va reallikni inkor qilish. Üçüncüsü, ma'lum maqsadga yetish uchun xufsallik bilan qasddan inkor qilish. To'rtinchisi, ma'lum ideologiya yoki e'tiqod sababidan farqli ko'z qarashlarni inkor qilish. Beshinchisi, bilim saviyasining tuvanligi va nodonlik tufaylidan inkor qilish. Oltinchisi, yashagan muhit va tuzilmalardagi farq sababidan qarshi tarafni inkor qilish. Yettinchisi ko'ziga yoqmagan va yoki yaxshi ko'rmagan har qanday shaylar va shaxslarni inkor qilish. Sakkizinchisi o'zini inkor qilish. Mana bular inkor qilishningki ko'p uchraydigan, o'xshamaydigan turlari va konkret ifodalari bo'lib, uningdan boshqa yana ko'plagan o'xshamagan turdagi inkor qilishlar bo'lishi mumkin. Odatda inkor qilishlar ba'zida shaxsiy qilmish bo'lib,
shaxs bilan cheklanib qolsa, yana ba'zida umumliq ega bo'lgan va yoki dunyo miqyosida belgilik ta'sir qilgan oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu hozir shu mavjud bo'lgan, ya'ni navbatda dunyoda mashhur bo'lgan bir qism inkor qilishlar nimalardan iborat degan vaqtida eng mashhur bo'lgani birinchisi yer sharining yumaloq ekanligini inkor qilish, ya'ni yer sharini tuz deb uningda ching turish. Ikkinchisi aydiz kasalining mavjud ekanligini inkor qilish, ya'ni bu kasalni yoki bu kasalni paydo qilgan HIV virusini yolg'on deb qarash. Uchinchisi klimat o'zgarishini inkor qilish, ya'ni hozir tashabbus qilinayotgan shu yer sharining temperaturasininki o'zgarishini inkor qilish. To'rtinchisi Yahudilarning irqiy qirg'inchilikqa duch kelganligini inkor qilish. Beshinchisi Xitoydan tarqalgan vaboning mavjud ekanligini va uning dunyoga tahdid ilib kelayotganligini inkor qilish. Bular mush hozir navbatda dunyoda mashhur bo'lgan bir qism inkor qilishlarning tipik misollari. İnkar qilishninki salbiy ta'sirlari. Birinchi, inkor qilish uzun muddat davom qilgan vaqtida kishilar reallikdan chetnab o'ziga ziyon ilib kelishi, tegi yo'q quduqqa kirib qilib, u yerdan chiqarmasligi mumkin. Ikkinchisi, do'stlardan ayrilib, jamoatdan yiroqlashib, yolg'iz qilishi mumkin. Uchinchi, binormal odatlarni va sog'lom bo'lmagan narsalarga xumor bo'lib qilishni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchi, kasalni yo'shirsang o'lim oshkora degandek o'zidagi rahatsizlik va kasallikni inkor qilgan vaqtida kasalni baldur bayqab, uni unumlik davolashning yaxshi fursatini qo'ldan berib qo'yishi mumkin. Beshinchi, inkor qilish ayrimlikdan halqib, umumlikqa taraqqiy qilgan vaqtida jamoat ichida qaymoqush va fikr qalaymiqonchiligi paydo qilishi mumkin. Mana bular inkor qilishninki salbiy ta'sirlari bo'lib, bulardan boshqa yana nurg'ulg'an konkret salbiy ta'sirlarni ilib kelishi mumkin. Undaqda qandoq qilganda biz inkor qilish xohishimizdan yoki inkor qilish psixikimizdan qutula olamiz degan vaqtida birinchisi biz ozroq vaqt sarf qilib o'zimizni qochirgan va yuzlanishga jur'at qila olmagan, u reallik to'g'risida izlanib, uning bilan yuzlanishni samimiyatlik bilan o'ylab ko'rishimiz kerak. Shundoq qilganimizda balkim uning bilan yuzlanishning o'ylagandek unda qo'rqinchli emasligini his qilishimiz mumkin. Ikkinchisi, inkor qilishni davomlashtirganda qandoq salbiy va yomon oqibatlarning yuz beradiganligini o'ylab beqishimiz kerak. Uchinchi, hissiyotimizni va qo'rqinchlarimizni tushunish uchun o'zimizga yetarlik vaqt va bo'shliq berishimiz kerak. To'rtinchisi, inkor qilishni cho'rdigan holda aqlga sig'maydigan ideya, ko'z qarash, o'y fikrlarimizning bor yo'qligini bayqashga tirishishimiz kerak. O'ylaganlarimizni va hissiyotlarimizni yozib chiqib, yaqin do'stlarimiz bilan o'rtoqlashishimiz, ularning tavsiya, taklif fikrlarini anglab beqishimiz kerak. Oltinchisi, o'zimiz ishonadigan yoki o'zimiz hurmat qiladigan kishilar bilan paranglashib, ular bilan fikr almashtirishimiz, muzokara guruhlariga qo'shilishimiz kerak. Yettinchisi, zarur bo'lganda psixika doktori yoki psixika maslahatchisiga ko'rinishimiz kerak. Faqat mushundaq qilgan vaqtimizda ondan biz inkor qilish xohishi yoki inkor qilish psixikasidan qutula olishimiz mumkin. Men bugungi bu inkor qilish psixikasi to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tafakkurini
ochiq qilsin, tenimizni salomat, ishlarimizni o'ngishli qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.